Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taologa beadad maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, Alloh taolo hammalarimizni mana shu oyga yetkazdi va mana shu oyni ibodatlarini, rukularini, sajdalarini, ro'zalarini, saharlik, iftorliklarini va bu oyda bo'lgan yaxshiliklarni qilishligiga Alloh taolo o'zi tavfiq, hidoyat beryapti. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma tawfiqi illa billah degan oyat tushirdi. Tarjimasi: mening tavfiqim yoki ibodatlarni qilishligimdagi kuch-quvvatim, to'g'ri yo'lda yurishligim bu faqatgina Alloh subhanahu va taolodandir. Shunday yurishligim, shunday turishligim, shunday ibodatda bo'lishligim bu Alloh subhanahu va taolodandir degan oyat karima tushirdi. Shuning uchun musulmon inson doimo Alloh taologa hamd va sano aytish kerak. Xuddi shu vaqtini boshqa joyda o'tkazayotgan odamlarimiz ham ko'p, lekin alhamdulillah biz bu joyimizni masjidda o'tkazyapmiz. Men hozir jamoatimizga diniy, dunyoviy qilib Ramazon oyini bir tushuntirib berishga harakat qilaman. Ramazon oyi qanday oy, qanday kiradi, qanday nihoyasiga yetadi, o'rtasida, boshida, oxirida, saharlik, iftorligida qanday amallar bilan mashg'ul bo'lishligimiz kerak. Biz bu masalani ko'p eshitganmiz. Yana bir mulohaza qilamiz xolos. Ro'zani tushunib olishga harakat qilamiz. Boyagi masalani davomiga o'xshaydi. Biz boyagi masalada aytdikki, ibodat masjidda emas, masjidni boshqa tarafida ham deb. Avvalgisi Ramazon 2-hijriy yilda farz bo'ldi. Men so'roq savol qilamiz ancha-muncha. Nechinchi yil ekan birodarlar? 2. 2000 emas, hijriy. Nechinchi yil ekan? 2-hijriy yilda Ramazon farz bo'ldi. Baqara surasi Alloh subhanahu va taolo faqat mo'min musulmonlarga xitob qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam. Ey iymon keltirganlar, faqat mo'minlarga tegishli. Ey mo'min musulmonlar, sizlarga ro'za farz qilindi deyapti Alloh taolo. Sizlarga ro'za farz qilindi 2-hijriy yilda. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunyal islam ala khamsin. Islom dini 5 arkonga qurilgandir. Shahadati an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh. Islom diniga kirishlik kalima shahodasi. Iqomis salo, namozni qoim qilishlik va itaiz zaka, zakatni ado qilishlik. Va savm Ramazon, Ramazon ro'zasini tutishlik va hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Qodir bo'lgan inson ro'zani tutishlik. Birinchisi oyat bo'ldi. Ikkinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Demak, ro'za, hurmatli jamoat, Alloh taolaning buyrug'i va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari butun ummat ijmo qilgan, ro'za musulmon bolig bo'lgan, ya'ni balog'atga yetgan aqlli insonga farzi ayn bo'lib hisoblanadi. Qaysi inson ro'zani tutsa savob oladi, qaysi inson ro'zani tutmasa gunohkor bo'ladi, qaysi inson ro'zani inkor qilsa dindan chiqadi. Inkor qiladigan bo'lsa dindan chiqadi. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam endi saharlikdan boshlaymiz. Hadisda aytadilarki, tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Saharlik qilinglar, saharlik qilishlikda sizlarga baraka bor. Saharlik qilishlikda baraka bor. Saharlikdan maqsad qorin to'ydirishlik emas. Saharlikdan maqsad o'sha vaqtda inson uyg'oq bo'lib, Alloh taoloni eslab, men ro'za tutishim kerak deb o'rnidan turib, ulamolar aytadiki, ozgina suv ichib bo'lsa ham men saharlikda turibman desa, shu saharlik qilinglar, baraka topasizlar degan hadisga tushadi. Baraka oyi. Ramazon oyi baraka oyi. Qayerdan boshlanyapti desa, Ramazonning barakasi saharlikdan boshlanyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, takroran aytamiz hadisni. Tasahharu fa inna fis sahuri baraka. Saharlik qilinglar. Saharlik qilishlikda sizlarga baraka bordir deyaptilar. Baraka degani bitta so'mni ko'p joyga ishlanishiga. Bebaraka degani ko'p so'mlarni bitta joyga ishlanishlik. Bitta so'mni raqami bo'ladi, bitta pulni, ya'ni barakasi bo'ladi. Saharlikda Alloh subhanahu va taolo bizga aynan barakat degan joyni tayyorlab qo'ydi. Mana saharlik qilganingizdan keyin ro'za tutasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, "Iza jaa shahru Ramazon", Ramazon oyi keladigan bo'lsa,
Alloh taolo jannat eshiklarini ochib qo'yadi deyaptilar. Bu musulmonlarga tegishli so'zlarda hammasi. Biz iymon keltirganmiz, jannatni ko'rganimiz yo'q. Biz iymon keltirganmiz, do'zaxni ko'rganimiz yo'q. Payg'ambar, farishtalarni ham ko'rganimiz yo'q. Alloh taolo hadisi qudsiyda aytadiki, bu bandalarim meni eslayapti-ekan, meni ko'ribdimi bu bandalarim deydi. Yo'q, bu ko'rmabdi Robbimiz deb farishtalar aytsa, ko'rmasdan shunchalik eslashyaptimi degan hadisga ko'ra biz ko'rmadik, eshitganmiz va iymon keltirganmiz. Ana Ramazon oyi kirishligi bilan Alloh taolo jannatning eshigini ochib qo'yadi. Do'zaxning eshiklarini yopib qo'yadi. Futtihat abwabul janna, ughliqat abwabun nar. Do'zaxning eshiklari yopiladi. Va suffidat va sulsilat ash-shayatin. Shaytonlarni Alloh subhanahu va taolo bog'lab qo'yadi. Buni mantiqidan hurmatli jamoat, shuni tushunsangiz bo'ladiki, Alloh taolo siz men bizni yo'limizni ibodatga ochib qo'yapti. Ibodat qilgani qiylanmasin deyapti. Hozir sunnat bo'lgan taravihda masjidga jamoat sig'mayapti. Sunnat bo'lgan taravihda. Hali Ramazon oyi chiqqanidan so'ng jamoatlarimiz ozayganini ko'rasiz. Chunki shaytonlar keladi, hammasi o'zini egasini topadi, eski joyiga qaytarishlikni boshlaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, Ramazon oyi kelsa shaytonlar zanjirband qilinadi, qo'lini bog'lab qo'yadi. Bundan nima dalolat desa, Alloh taolo ertalab sizga baraka beryapti. Umumiy Ramazonni boshidan oxirigacha siz bilan mendan shaytonni, hammasini emas, hammasini deb o'ylamaylik. Chunki hammasi bog'lanib qolsa, o'shunda biz jannatda o'tirgan bo'lamiz. Bu dunyoda shayton bor, qonimizda aylanib yurgan shaytonlar bor, mahalla ko'yda yurgan shaytonlar ham bor. Bir kishi savol beryapti, odamlarga mana jin kirmash kerak edi. Ramazon oyida ham jinlar bezovta qilyapti deydi. Yo'q, hammasi emas. Maradatash shayatin, shaytonning kattalari, ba'zilari nima qilingan? Bog'lab qo'yilgan. Roza tutgan odam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, qaysi inson roza tutsa va roza tutganidan so'ng u odam bilan biroz surishsa, talashsa, urushsa, o'zi shunaqa bo'ladi. Erkak kishilarda ayniqsa qorni ochganda nervi qo'zishni boshlaydi. Ayol kishilar sabrli bo'ladi, ham ovqat qiladi, ham so'kish eshitadi. Lekin erkak kishilar o'sha ovqat pishguncha yoki ko'chada, mahallada ishda birovlar bilan surishib ketadi. Qatalahu deydi. Sabbahu, biroz surishsa, talashsa, bu odam nima qilsin? Va qala inni soim, men roza tutganman, riyo bo'lmaydi, jalod bo'lmaydi. Men ro'zadorman deb 2 marotaba aytishligi sunnat bo'lib hisoblanadi ekan, birodarlar. Urushib talashib qolamizda ba'zan. Uyda, yo'lda, ko'chada, mashina haydab ketayotgan yerda, ishda yoki boshqa joylarda. Inni soim, men ro'zadorman. Men senga kuchim yetadi, lekin men unday qilmayman degan ma'no. Odam alayhissalomning ikkita farzandi bo'lgan. Bittasi ikkinchisini qala la aqtulannaka. Adashib kelsak aytib qo'ysa, qorijon. Qala la aqtulannaka, men seni o'ldiraman dedi aka-uka. Qala inni axafulloh robbil alamin, men seni o'ldirmayman dedi. La in basatta ilayya yadaka li taqtulani, sen qo'lingni menga cho'zib o'ldirmoqchi bo'lsang, ma ana bi basitin yadi, men senga qo'limni cho'zib o'ldirmayman dedi. Nimaga dedi? Men sendan qo'rqmayman dedi. Inni axafulloh robbil alamin, olamlarni Robbi bo'lgan Alloh taolodan qo'rqaman dedi. Ba'zi bir odamga yaxshi gapirsangiz, chiroyli muomala qilsangiz, bir narsalarni bunday o'tib bersangiz, mendan qo'rqyapti deydi. Sizdan qo'rqmaymiz. Siz ham bizdan qo'rqmaysiz. Hech kimdan qo'rqmaydi. Alloh taolodan qo'rqadi. Shunday, shuning uchun aytadi. Alloh taolodan qo'rqqandan qo'rqma deydi. Xudodan qo'rqsa haqqini yemaydi. Lekin Xudodan qo'rqmagandan qo'rq deydi. Demak, ro'zador, hurmatli jamoat. Ro'zador inson uni biroz so'ksa, tajovuz qilsa, urushmoqchi bo'lsa, inni soim deyish sunnat bo'ladi ekan. Shu sunnatni ham bir ishlatib qo'yishimiz kerak. Birov yaram bizga shunday qiladigan bo'lsa, men ro'zadorman deb boyagi insonga aytamiz. Bu ro'zadorning bir sifati. Yana bir sifatiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim ro'za tutsa-yu dunyoviy gaplarini, bekorchi so'zlarini, g'iybatlarini, chaqimchiliklarini va yana o'shini qarindosh urug' amma xolalarini qo'shib gapirayotgan bo'lsa, o'zini ochga qo'yibdi, xolos deyapti. Shu joyiga juda bir e'tibor qilib qo'yishimiz kerak, hurmatli jamoat. Ro'zani tutamiz, lekin og'izni, tilni tiyishlikka hammaga nasib qilmaydi. G'iybat qilyapti, mayli. Nasib qilmayapti.
Shu kechga biz nima dedik? Ro'zani tushuntiramiz dedik. Ro'za faqat o'zini och qo'yish emas, birodarlar. Shu aqidani to'g'rilashimiz kerak-da. Ro'za degani saharlik qilib og'zini yopdi, iftorlik qilib og'zini ochdi degani emas. Og'zini yopgan odam g'iybatga ham ochmasin. Og'zini yopgan odam tuhmatga ham ochmasin. Chaqimchilik va boshqa narsalarga ham ochmasin. O'zi maqsad shu, o'zi ro'zada maqsad shu. Qani dalil? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda la'allakum tattaqun. Sizlar ro'za tutganlaringdan so'ng sizlarda taqvo shoyatki hosil bo'lsa deyapti. Ro'za tutganlaringdan so'ng shoyatki iftorga yetib borsanglar demayapti. La'allakum tattaqun. Sizlar ro'za tutganlaringdan so'ng sizlarda taqvo paydo bo'lsa, o'sha maqsadda saharlikda baraka bor. O'sha maqsadda ro'za tutgan odam kunduzi bilan biroman surishsa men ro'zadorman deydi, taqvoga dalolat. O'sha maqsadda ro'za tutgan inson kunduzi bilan g'iybat, tuhmat, falonchi, pistonchi, allonchilardan nima bo'lish kerak ekan? Uzoq bo'ladi. Ana davomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, mening ummatim yaxshilikda qachonki bular iftorlikni tezlashtiradigan bo'lsa, endi hozir bu narsani jamoatga ko'p tushuntirish kerak yo'q, chunki bizning jamoatimiz iftorlikni o'zini vaqtida, muftiyatimiz chiqarib bergan taqvimimiz bor, muazzinlarimiz mana shu vaqtiga to'g'rilab azonni aytayapti. O'sha vaqtda iftor qilmayapti. Bu avvalgi gaplar edi. Avval shunday ekan. Haligi iftor qilish kerak bo'lsa, to'xtab turinglar. Yana ozgina turib turinglar deb ishtibakun nujum deydi. Yulduzlar bir-biriga kirishib, shomni vaqti ancha jilib ketgandan keyin iftorlik qilishar ekan. Bu taqvoga dalolat emas. Taqvoga dalolat shomni vaqti bo'ldimi? Muazzin azon aytmasa ham ro'zani ochishligimiz shart. Qaysi oyda turibmiz? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda inna anzalnahu fi laylatin mubaraka deyapti. Oyni o'zi hammasi barakali. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka degani biz Qur'oni Karimni muborak oyda tushirdik deyapti. Oyni boshidan oxirigacha hammasi muborak. Oyni boshidan oxirigacha hammasi rahmat, hammasi mag'firat, hammasi itqum minan niron. Boshqa oyat karimada Alloh subhanahu va taolo inna anzalnahu fi laylatil qadr. Qadr kechasida biz Qur'oni Karimni tushirdik dedi. Qur'onga e'tibor bering. Eng afzal kitob. Alloh taolo afzal oyni tanladi. Ramazon oyini tanladi. Yilni shunday bir bo'lishimiz kerak. Yildagi 11 oy boshqacha o'tib ketdi. Lekin yildagi bir oy xolisatan lillah bo'lish kerak. Alloh taolo uchun bo'lish kerak. Kunduzlari soim, kechalari qoim bo'lish kerak. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Man qoma Ramazonni imanan va ihtisaban." Qaysi inson Ramazon oyida qoim tursa, men hozir domlamizga aytib berdim. Ikromjon domlaga Bishkekda o'tgangi safarda kelganimizda Bishkekda Abdushukur domlar masjidiga borsak, shuni qora akamizga o'xshab nima o'qiyotgan ekan imom. Juda domlaga havas qildim Abdushukur domlaga. Ikkita o'g'li murattab qori ekan. Misrda qori bo'pti, murattab qori. Ota ikkita qori bolasini orqasidan namoz o'qiyapti, maza qilib. Bunisi 4 rakat o'qisa, bunisi 4 rakat o'qib beradi ekan. Aytadi Abdulaziz deydi, bu jamoatni imanan va ihtisaba degan hadisni o'g'lim menga tushuntirib berdi deydi. Ha nimaga desa, bu arab tilini tushunadigan 10 ta 20 ta odam bor jamoatda. Ha, to'g'ri aytib, to'g'ri aytyapman. Bishkek tushunadi arabcha. Bishkekliklar kelibdi mehmon. Imanan va ihtisaba degani kim ro'zada Allohga iymon keltirib, ajr savobni Allohdan umid qilib tutsa degani hammamiz tushunamiz. Allohga iymon keltirgan musulmonlar ro'za tutyapmiz va Alloh taoladan ajrni umid qilyapmiz. Ammo ikkinchi davom bor-da buni. Va man qoma Ramazonni imanan va ihtisaba. Qaysi inson Ramazon oyida Allohga iymon keltirib, biz hammamiz shundaymiz. Va ihtisaban degani Allohdan ajr umid qiladi. Sal tizasi og'rib qoldi. Ozgina beli bezovta qilib qoldi. Uyga ketgisi kelib qoldi. WhatsAppdan xotindan xat kelib qoldi. Yana bir narsalar bo'ldi. Imanan va ihtisaban Allohga iymon keltirib, Alloh taolodan savobni umid qilib turibdi, lekin Qur'onni tushunmaydi. Shuni aytayapti odamlar, Qur'onni tushunmaydi. Biz jamoat ham shu tushunmaydi Qur'onni. Qur'on hozir o'qiyotsa qori qaysi oyatda qaysi so'z, qaysi kalima, qayerda buyruq, qaysi qaytariq, nasif, mansub tushunmaysizlar-da jamoat. Aytadiki, mana shu tushunmaganlar haqiqiy shu hadisga tushadi deydi. Nimaga desa,
tushunmasa ham savob bo'ladi deb turibdi bu yerda. Tushunmasa ham savob bo'ladi deb turibdi. Ayni hadisda shu narsa aytilyapti o'zi. Hadisda aytilyaptiki, imanan va ihtisaban. Allohdan ajrni umid qilib, beli og'riydimi, boshqasi og'riydimi, aytma deyapti, men aytaman dedim. 8 rakatdan keyin aytaveraymi? Tavrotdan o'qimaydi birodarlar 8 rakatdan keyin. Injildan o'qimayaptimi? Qaraki Tavrot yodlaganmisiz? Injilda o'qimayapsizmi jamoatga? Ihtisaban turaylik birodarlar. Ihtisaban Allohdan ajr umid qilib o'sha 8 rakatgacha o'qigan qorimiz 8 rakatdan keyin Qur'onni davomini o'qib beradi. Lekin jamoatimizga bir yaxshi so'z aytamiz. Eshitib xursand bo'ldik, bu yerda ham boshqa joyda ham ketmayapti ekan jamoatimiz. Jamoatimiz ketmay shu yerda Qur'onni eshitib turibdi ekan. Hurmatli jamoat, imanan va ihtisabani olaylik savobini. Allohga iymon keltirib va saflarda Alloh taolodan ajr umid qilib turaylik. Nima bo'ladi? G'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Alloh taolo o'sha kungacha qilgan gunohlarini hammasini kechiradi deyapti. O'sha kungacha qilgan gunohlarini hammasini kechiradi. Ramazonni jamlayapmiz. 2-hijriy yilda Ramazon farz bo'ldi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ayyaman ma'dudat dedi. Sanoqli kunlar. Menimcha yarmi o'tib ketay deb qoldi. Sanoqli kunlar. Va undan tashqari saharligida baraka bor. Iftorlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda lis-soimi da'vatun la turad. Ro'zador inson Alloh taologa duo qiladigan bo'lsa, duosi ijobat bo'ladi dedilar. Ulamolarimiz aytadi, iftor paytida qilishligi shart emas. Saharlikdan boshlab iftorlikkacha qaysi vaqtda duo qiladigan bo'lsa, duosi ijobat bo'ladi deydi. Bu Alloh taolodan bizga bo'lgan bir rahmatda. Shuning uchun ulamolarimiz Ramazon oyi nima deydi desa, rahmat oyi nimaga? Alloh taolo Qur'oni Karimda va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ramazon oyatlari tushadi. Safardagilarning uzrlari, musofirlarning kasallarning uzrlari, fidya ta'amul miskinlar aytilgandan so'ng Alloh taolo aytayaptiki va idza sa'alaka ibadi anni. Ey Muhammad alayhissalom, bandalarim men haqimda so'rashsa, ayting. Ujibu da'vatad da'i idza da'an. Duo qilguvchi duo qiladigan bo'lsa men duosini ijobat qilaman deyapti. Ramazon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra ro'zadorning duosi ijobat. Undan avval Alloh taoloning oyati karimasiga ko'ra va idza sa'alaka ibadi anni. Meni bandalarim men haqida so'rasa, ujibu da'vatad da'i idza da'an. Men bular da'vat qiladigan bo'lsa, ya'ni duo qiladigan bo'lsa, duolarini nima qilaman deyapti? Ijobat qilaman. E'tibor beryapsiz. Ramazon ichida ko'p narsalar jamlangan. Endi oxirgi 10 kunlik. Idza dakhala al-ashrul awakhir. Oxirgi 10 kunlik kirsa, yuqizu ahlahu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uydagi ahli ayollarni uyg'otar ekanlar. Yashuddu mi'zarahu. Bel bog'larini, kamarlarini mahkam qadar ekan. Va yuhyi laylahu. Tunlarini bedor o'tkazar ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Oxirgi 10 kunlik. An tahira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Alloh taolo aytayaptiki, Makka mukarramani, Ka'ba muazzamani atrofini tavof qilguvchilar uchun ochib qo'ying va e'tikofda turadiganlar uchun. Akifina fil masajid degani masjidda e'tikofda turishlik. Bizning mazhabimizda ro'zador holatda e'tikofda turiladi. Va oxirgi 10 kunlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iltamisuha fil ashril awakhir min Ramazon. Ramazonni oxirgi 10 kunligidan Laylatul Qadr kechasini qidiringlar dedilar. Shu kecha borda Laylatul Qadr kechasi bor Ramazon oxirgi 10 kunligida. Buni hammangiz yoddan bilasiz. Xayrun min alfi shahr. Bir kecha 1000 oy yoki 83 yillik qilingan ibodatlardan afzal. Shuni hammasi Rajab, Shavvol, Sha'bon yoki Zulqa'da, Zulhijja mana shu oylarda emas birodarlar. Ramazon oyida shuni ichida turibmiz biz. O'sha barakatlarning ichida turibmiz. Ro'zadorni barakasi, saharligini barakasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar. Bitta ro'za tutsa 70 yil do'zaxdan uzoqlashadi dedilar. Endi nima qilish kerak? Shu yerda hamma savol. Endi nima qilish kerak desa, Ramazonda Alloh taolo qarang, shaytonlar chekiga olib barakatlarni yog'dirib qo'ydimi? Siz bilan men Ramazon oyida o'zgarishimiz kerak ekan. Shunday bir o'zimizga maqsad qo'yishimiz kerak. Ramazon oyi o'zgaradigan oy. Mana Ramazon oyi bu yerdan boshlandi. Ramazon oyi bu yerda tugaydi. Uni boshida 5-10 kun o'zimiz kelib olamiz.
Ikkinchi 10 kunlikda ibodatga o'rgandik. Oxirgi 10 kunlikda juda ibodatga mahkamlashamiz. Shaytonman ko'rishganimiz ancha bo'lib qoldi. Ana endi o'shanda ba'zi bir qilib yurgan ishlarni o'rniga yaxshi ishlarni almashtirib qo'yish kerak. Biz shuni aytamiz jamoatga. Hurmatli jamoat, o'zgaraylik. Ramazon oyida o'zgaraylik. Anovi falonchi, pistonchi bitta ikkita ishlarimizni qo'yaylik. Chekayotgan akalarimiz chekishni qo'yaylik. Va yana qandaydir ishlar bilan mashg'ul bo'layotgan odamlar shu ishlarimizni to'xtataylikda, o'rniga boshqa narsalarni qilaylik. Nimaga desa, Alloh taolo siz bilan bizga deydi. Ulamolarimizning bir qiziq so'zlar borda, Alloh yordam beryapti. Shayton chekiga olib qo'yapti va undan tashqari kunduzi bilan roza tutyapti. Ammo maqsadi nima desa, maqsadi insonda taqvo bo'lsa. Ana oxirgisi o'zi fazilat ko'p, lekin biz vaqtimiz bo'lib shekillik. Oxirgisi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana minbarga ko'tarilayotganlarda Jabroil alayhissalom kelib "Amin" deng deganda "Amin" deganlarning biri aytilyaptiki, Ramazon oyi kirsa, Ramazon oyi chiqsa, lekin shu peshavoymi, boltavoymi farqi yo'q. Qaysidir odam, kim bo'lsa, shu odam gunohlarini kechirtira olmasa Alloh taolodan, ya'ni gunohlari kechirilmagan holda chiqsa, endi bu yoq uqubat hadisda, qo'rqituv hadis. Buni deyapti, burni yerga ishqalansin. Bu degani nima desa, senga shuncha imkoniyat berildi, shans berildi, fursat berildi, shuncha narsalar qilindi, roza tutding, saharlik qilding, iftorlik qilding, xatm Qur'on, mana tarovih o'qiyapmiz va shaytonlar ham chekiga olib turilsa-yu, shundan keyin ham seni gunohlaring kechirilmasa, endi seni burningni biz yerga ishqalaymiz degan Alloh taolo. Ishqalansin degani bizni burnimizni Alloh taolo ishqab qo'yishi mumkin. Alloh taolo saqlasin. Shuning uchun hurmatli jamoat, biz hozir roza oyimda kuzatyapmiz, ibodat bilan kuzataylik. Yana yil Ramazon keladi. Biz borimizmi, yo'qmizmi, uni bilmaymiz. Agar qiyomat bo'lsa, yana yil Ramazon ham kelmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytdilarki, qaysi inson Ramazon oyida umra qilsa, qarang, hamma ibodat jamlanganda shuning uchun men bilan qilgan hajning savobini oldibdi dedilar. Ramazon oyida qilingan ehson karihin mursala, esib turayotgan shamolga o'xshaydi. Haligini unda berishni o'rganish kerak odamlarga. Berishni o'rganish kerak. 10 so'm bera olmasa, 5 so'm berish kerak. 1000 so'm bera olmasa, 2000 so'm berish kerak. Berishni o'rganish kerak. Biz nimada Makka da tursak, bu yerdan nima qilyapti? Juda bir ta'sirli bo'ldi. Bitta ayol kishi 3 ta odamga telefon qildiribdi. Bir ayol kishi ekan. Makkada tursak, shu telefon qilib, shu ayol kishi qanday bo'lsa ham Laylatul Qadr kechasidagi iftorlikni bizga beringlar. Shuni biz qilmoqchimiz deb telefon qildi. Keyin aytdim, u sizga bergan bilan masalan bizning jamoatimiz ko'p bo'ladi, odamlar ko'p, masjid rayondagi birinchi navbatda turadigan eng katta masjid jamoati ko'p berdi. Bitta buqa so'yib yuborish kerak bo'ladi. Desam mayli deyapti. Yana bironcha 100 ming pul kerak bo'ladi desam mayli deyapti. Birinchi xotin kishi telefon qildi, shu iftorni o'tkazib qo'yaylik deb. Shunga hurmatli jamoat, ehson qiladigan oy. Uncha buqalar so'yib yubormaylik, kuchimiz yetmasa. Lekin ehson qilaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni karihil mursala deb sifatlashgan. Rasululloh Ramazon oyida esib turadigan shamolga o'xshab qolar edi. Nimaga shamolga o'xshatadi desa, shamol musulmonga ham, musulmon emasga ham, insonga ham, daraxtga ham, nabotot, jamotot, o'simlik, mayda-chuyda hasharotlarga ham hammaga shamol kerak ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tanlamasdan ehson qilar ekanlar. Ramazon oyida ro'zani, so'zimizni nihoyasida aytamiz jamoatimizga, ro'zani bitta narsa deb tushunib olmaylik. Shuni qayta aytmoqchimiz. Ertalab saharlik qil, undan keyin yotib ol, undan keyin ishingga bor, ertaroq qaytib kel, iftorlik qil. Yo'q, bu kambag'al ro'za bu. Bu gaday ro'za bu. Bu faqir, miskin ro'za bu. Agar kunduzi g'iybat qilgan bo'lsa, bu ro'za emas. Qanday qilish kerak desa, saharlikni qiling, Qur'on o'qish kerak. Qur'on oyi. Keyin bu tarovada turish kerak. Zikr qilish kerak, ibodat qilish kerak. Ana o'shandan so'ng Ramazondan chiqqanimizda bir o'zgarish bilan chiqamiz, hurmatli jamoat. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni Ramazon oyidan chiqqanidan so'ng
gunohlari kechirilgan holatda chiqqan insonlar safidan qatoridan qilsin. Yana o'sha nimani ikkita uchtasini men misolni aytib beray sizlarga. 2 pora Qur'on o'qidik domlar masjidda. Aytdi, hozir dedi biz ketdik dedi. U parlamentda odamlari falonchi, pistonchi, allonchi katta mansabdagi odamlar o'tgan hafta gapda aytibdi. Hammasi borib 3 kunda bir xatm qilishadi ekan. O'tirib olganga ish taraf ekan. O'zi 2 soat o'qishadi ekan bu masjidda. Jamoat hech kimimiz ketmaygan. Ana borgandan so'ng yana o'sha Abdushukur domlarning bolalar 2 pora sal ko'pmasin desam, yo'q bu yengil. Hozir borib 3 kunda bir xatm qilamiz deydi. Shu kunlarda, shu turlari bo'lyapti. 3 kunda bir. U degani bir kunda qancha o'qiyapti desa, bir kunda 10 pora Qur'on o'qiyapti, tikka turgan holatda. 10 pora Qur'on o'qiyapti. Shuncha har kuni kechqurun o'zingizlarni so'kishni maslahat beraman. Sen yalqovsan, sen yana aytib bo'lmaydigan ancha-muncha so'zlarni so'kib turib, tuzukroq ibodat qilmaysan deydi. Menga ishonyapsan, yaxshiroq ibodat qilding. Payg'ambarimiz hamma gunoh kechirilgan bo'lsa ham yana nima qilyapti? Hadisda aytiladi, oyoqlar shishib ketar ekan, namoz o'qisa. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolodan ko'p so'raylik. Ibodatlarimizga Alloh taolo o'zi tavfiq, hidoyat bersin. Alloh taolo o'zi kuch-quvvat bersin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kelgan jamoatlarimiz Alloh subhanahu va taolo hammalarini qadamlariga savob yozsin, hasanat yozsin. Imanan va ihtisaban bu joyda turgan qoim bo'lib turganlarimizni Alloh subhanahu va taolo dunyo oxirat bizga foydali qilsin. Gunohlarimizni Alloh taolo o'zi kechirsin. Ikkala dunyosi obod bo'lgan insonlar safidan qilsin. Alloh taolo keyingi va undan keyin bir necha yillar bo'ladigan Ramazonlarga Alloh taolo iymon, tavfiq, hidoyat, to'g'ri yo'lda yetkazsin. Xizmat qilib berayotgan aka-ukalarimiz ham Alloh subhanahu va taolo xizmatlaridan rozi bo'lsin. Alloh taolo bu qo'l oyoqlarimizni, ko'z quloqlarimizni faqatgina o'zini ibodatiga va o'zi rozi bo'ladigan yo'llarga ishlatishni nasib qilsin. Gunohlardan, nuqson, kamchilik, xatolardan Alloh taolo bizlarni uzoq qilsin. Ramazon oyi chiqqanidan so'ng gunohlari kechirilgan holatda chiqqan insonlar safidan qatoridan qilsin. Ramazon oyida umraga borishinglarda Alloh subhanahu va taolo yo'llarini ochsin. Umradan so'ng hajga borishlikni Alloh taolo o'zi hammalarimizga nasib qilsin. El, yurt, mamlakatimizga, bu Qirg'izistonimizga xosatan Alloh taolo tinchlik, omonlik, xotirjamchilik bersin. Doim shunday masjidlarimiz ochiq bo'lsin. Masjidlarimiz jamoatlar bilan to'la bo'lsin. Alloh taoloning Qur'onni mazza qilib eshitib, bu qiroatlaridan Alloh subhanahu va taolo bir qalblarimizni yumshaydigan, Alloh taoloni eslaydigan vajilat qulubuhum. Ularga Allohning oyatlari tilovat qilinsa, qalblari yumshaydi deyapti Alloh taolo. Shunday Qur'onni eshitib, qalblari yumshaydigan insonlar safidan qatoridan qilsin. Allohumma inna nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha bi rahmatika ya arhamar rahimin.